Tushda ko'rshapalak ko'rishning ta'birlari. Tushda ko'rshapalak ko'rish o'g'rilik va shunga o'xshash yomon ish tufayli yashirinishga, xabarlarni tinglashga ishoradir. Tushda ko'rilgan ko'rshapalak ishsizlik, dangasalik, qo'rquvning ketishi demakdir. Homilador ayolning tushida ko'rshapalak ko'rishi yaxshilikka yo'yiladi. Safarga chiqadigan kishining ko'rshapalak ko'rishi yaxshi emasdir. Ibn Sirinning aytishicha, tushdagi ko'rshapalak gumroh va mahrum kishidir. Agar tushida ko'rshapalagi borligini ko'rsa, gumroh bir kishi bilan suhbatdosh bo'lishiga dalildir. Agar ko'rshapalakni yeyayotganini ko'rsa, o'sha kishidan bunga foyda yetishini bildiradi. Jobir Mag'ribiyning aytishicha, tushda daraxtdan ko'rshapalakni uchganini yoki o'lganini ko'rsa, gumroh kishining suhbatidan judo bo'lishi va uning uchun to'g'ri yo'l shu ekaniga dalildir. Ko'rshapalak haqidagi tushning talqini turli xil ma'nolarni anglatadi va ba'zilari buni ko'ruvchi uchun ba'zi mulklardan mahrum bo'lish yoki uning kelajakda katta qayg'uga olib keladigan yomon ishlarni qilish ifodasi deb tushuntirsa, ikkinchi yarmi esa agar tushingizda ko'rshapalakni ko'rgan bo'lsangiz, Ibn Shohin siz qilayotgan xatti-harakat va harakatlaringizga bog'liq bo'lgan muhim masalaga ishora qiladi. Chunki u ibodatni ko'paytirish va uni Allohning roziligi ma'nosini o'z ichiga olishi mumkin. Va shu bilan bir qatorda ko'rshapalak ko'rish shuni ishora qilishi mumkinki, hayotdagi korrupsiya va yo'qotish bu tushni tomosha qilayotgan shaxsning xususiyatlariga bog'liq. Ibn Sirinning tushda ko'rshapalakni ko'rish bilan bog'liq ko'p narsalarni oydinlashtirib, u doimo Allohdan qo'rqish va dunyoviy ishlardan uzoqlashish va ular haqida o'ylash ramzi bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Chunki tush ko'rgan kishi faqat Allohga itoat qilishini va o'z baxtini dindan izlashini o'ylaydi. Shuningdek, Ibn Sirin rivoyat qilganidek, qora ko'rshapalakni ko'rish tush ko'rgan odamning odob axloqi yomon bo'lgani uchun ba'zi odamlarga zarar yetkazadigan sehr va afsun kabi ko'plab buzuq ishlarni qilganiga dalolat qilishi mumkin. Uning ta'kidlashicha, odam bu ko'rshapalakni o'ldirishga guvohi bo'lishi, ayniqsa agar unga hujum qilsa yoki tanasini tishlamoqchi bo'lsa, uni o'z yo'lidan olib tashlab, tinchlikda yashashi mumkin bo'lgani yaxshi ramzdir. Imomi As-Sodiq bilan tushida ko'rshapalaklari paydo bo'lishi ko'ruvchining dunyo ishlariga sabr-toqatli bo'lib, Allohga iltijo bilan yuzlanib, uni har qanday yomonlikdan qutqarish uchun yaxshi odam ekanligiga ishora qiladi, dinga amal qiladi va buzuqchilikdan yuz o'giradi. Ko'rshapalakni tushida o'ldirish yoki so'yish quvonchli voqealardan biri emasligini, aksincha, uning mavjudligi najot, umidsizlik va tushkunlikdan xalos bo'lish va ko'rgan odam uchun xavfsiz va juda sokin hududga chiqish belgisi ekanligini ko'rsatadi. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.